Buyun, neyim için Liangshan'ga ataman bulanmaydı? Dastlabki Chaogay vaqtida bu Chaogayning bir yordamchisi, keyin Chaogay o'lib ketgandan keyin bu nima uchun lavda bo'lamadi? Uning bu atamanlik o'rinda o'ltaqsi yo'qmi? Va yoki buning istidodi bunga yetmaydi, kammi? Endi qarasak, birinchidan bu yerga Wuyong bir qadar murakkab shaxs. Kishilik munosabatga Chaogay Sunjanglardek ancha mayr emas. Ya'ni gaplar bir qadar mujmal, birsi gap qilsa udulli demaydi. Әгіте, бәрхіл yolu bilen deydi. Başqalar bilen paranlış jarayonida doim ularning bir ojizligini tutib olib, shuningdan foydalanib ketadi. Uyuziga bo'lsa suv juqtirmaydi. Uning bilan vaqt uzoqancha bu Liangshan'kilarni buning bilan oz paranglashadigan, ishki gaplarni amalga deb bermaydigan bo'lib qoldi. Sal ehtiyot qildi Wuyongdan. Shuning bilan barbara bu Wuyongning bir yaqinlari, qo'llovchilarimi qanmig'iltudi, funksiyasi ozlig'iltudi. Endi ikkinchidan buning bu yerga mo'lli topqoqligi, donishmanligi asli bir qadar yaxshi. Lekin bu Wuyong to'l gap qildi, to'lmisha donishmanlik qildi. Shuning bilan barbara bularga bir balik quruq bilarmandek, quruq gapni sotgan odamdek tuyg'urib qo'ydi. Chunki bu Liangshan'ki bu yerga 108 qahramon bu azmatlar amaliy ish qilishqamroq. Amaliy ish qilsaq deydi, bular quruq gap ancha xo'sh yiqib ketmaydi. Masalan, musharki Rano kukular mash uchaylarmi eng dastlab bu yerdagi Wuyongning odami keyin Chaogay kelgandan keyin bular bir xil Chaogay tarafga o'tib ketdi, Chaogay og'a deb. Ham Chaogay o'lib ketgandan keyin qarasak, bular Wuyong qarganda Sunjangni bekara qo'llab ketdi. Wuyongning gapini bu yerda to'liq anglab, barbara bularning bu Wuyongning hamma gapini rost deb tushunsa bo'lmaydiganligini, ba'zi gaplarni bularning bir soddaligi, tuzligi bilan udul tushunmas bo'lmaydiganligini, Wuyongning ba'zi gaplarining hatto aksi qarshi ma'noda ma'noligini his qilib qoldi. Masalan, mana misoli Sunjangning taqqa chiqish. Eng dastlab bu yerga Wuyong bu Sunjangning taqqa chiqib bu to'pga qaytilishini, bular bilan birga turishini rostlik xohlamdi, bak orzu qilamdi. Ham mushuni tahlil qilib baqsa, Sunjang taqqa chiqsa Wuyongga nima foydasi bor? Aksicha zini bor. Ya'ni bu yerdagi Sunjanglar Wuyong o'xshash bir kasbdagi kishi. Bu yerga Sunjang shu katib qilgan, o'qigan odam buni alamdor emas, qalamdor. Yeni bir tarafi bu yerga Sunjang bu yerga kichik bo'lsin bir amal tutib baqqan, odam boshqurib baqqan, bu yerga tajribasi bor odam. Ham bu alik Chaogay boshliq kelgan 7 yulduz birodarlarning hammasi bu yerga Sunjangga bir ko'ngil qaz, bir jon qazi bor. Endi bu yerga Sunjang bu pet taqqa chiqsuga bevosita lavda ulanmaydi, chunki bu yerda Chaogay bor. Lekin ikki o'ringa o'ltirib qilish mumkinmi? Xo'p qolsa Wuyongning o'rni bir daraja to'vallaydi degan gap. Wuyongning bu yerdagi o'rni, huquqiy buni bu yerga Sunjang olib ketdi degan gap. Endi bu vaqtning o'zida Wuyongning lavda bo'lishi, ataman bo'lishi muhim emas. Lekin o'zining shu ikkinchi o'rinni saqlab qolishi, ya'ni bu yerga ataman Chaogayning oldida buning qilgan so'zlari, ko'rsatgan aqliy tadbirlari e'tiborga ilinmamdi, ilinmamdi. Hammadan bak mushning gapini olamdi. Mabek muhim. Qaranglar, Sunjang chiqmasdan Chaogay lavda bo'lgan bilan hamma ishni musharki Wuyongning o'rinlashtirishi uchun qildi. Wuyongdan maslahat so'rab qildi. Navar Sunjang chiqqandan keyinchi Wuyong bu tarafini allburun o'ylab tigiga yetib bo'ldi. Endi mush vaqtning o'zida Chaogay o'xshamaydi. Chaogay Sunjangning chiqishidan qo'rqmaydi. Sunjang chiqsa Liangshan kuchaydi, lekin buning atamanlik qilmaydi. Faqat uni bu yerda o'ng qo'l qilsa, bu yerda Wuyong so'l qo'l qilsa, xuddalik Chalong Jishaolam bilan qilishini tipishtirib ishlatgandek Maaşkita mushundaq foydalansam deb o'ylagan. Chunki buningdan burun bu yerdagi Chaogaymi o'zining butunlay Wuyongning kontroliga tushib qolganini, hamma ishda Wuyongning deganini chiqayotganini his qilgan. Bu mundaq qalva odam emas. Endi bu yerga Sunjang chiqsa, ichki donishmay yo'lbosni birsi-birsiga nima qilib turib boshqurish sal oson to'xtaydi. Qaranglar, navad bu yerga Wuyong boshda Sunjangni rostli qutqizib chiqmoqchi bo'lsa, oshundaq bir murakkab ish kitobda bu yerga Dayzong Chayjong hojamlar deb texim yaxshi bir yo'llab qutqiza olishi tamamen mümkün. Endi bu yerga Sunjang taqqa chiqdi. Chiqqandan keyin bu dastlabki ziddiyat bu yerdagi Sunjang bilan Chaogayning atamanlik ziddiyat emas, balki Sunjang bilan bu yerda Wuyongning ziddiyati. Ya'ni mushavirlik, donishmanlik ikkinchi qo'l o'rindagi ziddiyatdi. Endi bu ish dastlabki Chaogayga xil xo'sh yoqqan. Biroq keyin o'ylangan yerdan bu yerdagi Wuyong bilan Sunjang birlashib oldi. Undaqda Sunjang qanday qilib Wuyongni keltirib oldi? Qanday qilib Wuyongni o'zi bilan bir taraf qilib oldi? Sunjang bir şeyni qanday bir dona taktik ishlatdi? Mazmun qiziqadiganlar meni qo'shib olishni unutmanglar. Rahmat.